qaratdi. Nasaf hujumidagi futbolchilarda ham qandaydir bir-birini qo'llab-quvvatlash, hamjihatlik borasida ozgina kamchiliklar sezilyapti. Friday. Imkoniyat bor va Surxon gol uryapti 90+1-daqiqada. Kerak emas kuchli zarba, muhimi aniq bo'lsin. Tornike. Hozir O'zg'ul Berdiyev ham o'zgacha bir qarab turgan bo'lsa ajab emas. Futbolchilarga bo'ldi endi deb. Shuncha sekin harakat qilasizlarmi? Qani yigitlar oldinga deb urishma bersa kerak. Yana Chinedu yiqilib ham tushgan. Yiqilib tushgani foyda bo'libdi ham. Yiqilmaganida balkim Chinedu egallarda Tornike emas. Nima bo'lsa yaxshilikka deyishadi. Kerak